Yaxshi, axir syomkadaman, baraka topgur, syomka tib bo'ling, keyin aloqa chiqaman. Ming bor uzr, endi sizlarga gaplashayotganim telefonga qoldi. Xo'p, bugungi mavzuyimiz shaxsiy brendning foydalari bo'ladi. Shaxsiy brend qursangiz sizga nechik foydasi bor? Shuning zo'r foydalarini aytib beraman. Shaxsiy brend qurasi gelmagan odam, "Ay, shaxsiy brend qurishim kerak ekan" deb beradi. Videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ringlar va videoni oxirida sizlar uchun bir zo'r bir taklifim bo'ladi. Assalomu alaykum, ismim Xushnud To'rayev, YouTube va Insta blogerman. Xorazmda shaxsiy brend qurish bo'yicha ekspert va men Xorazmda birinchi bo'lib shaxsiy brend mentorlik kursini tashkillashtirgan mentorman. Bugungacha уже 10 dan ziyod, 15 yaqin уже biznesmenlar menda o'qib chiqdi va o'z shaxsiy brendlarini qurishni boshladi va hammasida bu narsa muvaffaqiyatli bo'lib turibdi. Demak, asosiy mavzu shaxsiy brendning foydalari. Men sizlarga bir chetdan tushuntirib beraman. Diqqat bilan eshitib, joylashib, yozib olinglar, videoni pauzaga qo'yib bo'lsam. Shaxsiy brend qurib boshlagan vaqtlaringizda birinchi foydasi bu sizni yangi qirralaringizni kashf qiladi. Blogerlik qobiliyati, kameraga ishlash, qo'rquvni yengishni o'rganasiz, ommaga chiqib gapirishni o'rganasiz, orator aylanasiz, motivator aylanasiz va bu narsa sizga faqat plusini o'ynaydi. Odamlarga ishontirish qobiliyati paydo bo'ladi. Ya'ni siz gaplab odamlarni ishontirib bilasiz. Albatta yolg'onsiz va o'zingizning mahsulotingizni sotishingiz mumkin bo'ladi. Shaxsiy brendning birinchi foydasi bu sizni yangi qirralaringizni kashf qiladi. Ikkinchi foydasi siz katta ta'sir kuchina ega bo'lasiz. Bu nechun kerak deydigan bo'lsangiz, bu juda ham kerak hozirgi kunda. Misol uchun shaxsiy brend qurib boshladingiz, videolaringiz chiqdi, sizda auditoriya paydo bo'ldi, sizga ishonadigan maqsadli auditoriya paydo bo'ladi-ku. Xudo xolasa bir 5 ming, 10 ming, 50 ming, 100 ming bo'lgandan keyin siz katta ta'sir kuchina ega bo'lasiz. Chunki siz no desangiz ham auditoriyangiz yaxshi deydigan bo'ladi. No satsangiz ham oladigan bo'ladi. Bu narsani savob yo'lida ishlatib boshlaysiz. Nishatib, hozirgi kunda bilamiz juda ko'plab qiynalgan oilalar bor. Operatsiyaga muhtoj oilalar bor, pulga muhtoj oilalar bor. Kimdir uyi yonib ketgan, kimdir rak bo'lgan, kimdir yanandir avariya bo'lib turib yurilmay yotibdi. Ana shuning oilalari siz aynan shaxsiy brendingiz orqali yordam berishingiz mumkin bo'ladi. Albatta ehson qilib. Shunchaki borasiz, bir video ishlaysiz, realni ko'rsatib berasiz va karton nomer qo'yib berasiz. Shunda sizning auditoriyangiz pul tashlab bulara yordam bergan bo'ladi. Savobi siz ham xudo xolasa sherik bo'lgan bo'lasiz. Ina nerda ishlatish kerak? Ta'sir kuchini. Lekin afsus hozirgi kunda odamlar ta'sir kuchini xato yo'lda ishlatib turibdi. Shuning uchun maslahat beraman. Hech qachon o'zingizning auditoriyangizni noto'g'ri maqsadlarda foydalanmang. Shaxsiy brendning keyingi foydasi siz doim rivojlanishga majbur bo'lasiz. Chunki shaxsiy brend qurib boshlagan odamlarga, insonlarga, auditoriyaga nechikdir bir qiymatli ma'lumotni berishi kerak. Motivatsiya berishi kerak, ibratli videolar ishlab berishi kerak, o'zini sohasidan kelib chiqib ekspertning videolarini berishi kerak, ishlab berishi kerak, foydali ma'lumotlarni berishi kerak, life hack o'rgatishi kerak, yashash tarzini ko'rsatib berishi kerak. Tabiiyki siz ularga primer, ya'ni siz ularga misol bo'lasiz. Ular sizni ko'rish uchun siz uje hayotingizni o'zgartirib turgan inson bo'lishingiz kerak bo'ladi. Shaxsiy brend esa bunda sizga yordam beradi. Ya'ni shaxsiy brend qurgan inson, qurib boshlagan inson majbur bo'ladi hayotini o'zgartirishga. Siz shaxs sifatida rivojlanishni boshlaysiz. Kitob o'qiysiz, podkastlarni ko'rasiz, o'zingiz haqingizda informatsiya berish orqali insonlarga ko'rsatib borasiz, shetib rivojlanib turganingizni. Ya'ni shaxsiy brend sizni rivojlanishga majbur qiladigan instrument hisoblanadi. Ina shaxsiy brendning hayoti. Qarasangiz sizning hayotingiz tubdan o'zgargan bo'ladi. Yaxshi pul topib boshlaysiz. Chet ellarga sayohat bo'ladi. Katta insonlar bilan uchrashib, ko'rishib, networking etib boshlaysiz. Boshqa bir katta klublarga chiqib boshlaysiz. Shaxsiy brendning foydalari juda ko'p. Yana bir zo'r foydasini aytaman. Shaxsiy brendni kerakligida pul bilan bitmagan ishlar aynan networking, donish bilish orqali bitib ketadi. Shaxsiy brendning eng zo'r foydalaridan, pluslaridan birisi bu sizda donish bilish ko'p bo'ladi. Ya'ni har bir sohada bo'ladi, ya'ni oddiy faqat o'zingiz sohangizda emas, har bir sohada sizda donish bilish juda ko'p bo'ladi va pul bilan bitmagan ishlar inaqda bir og'iz telefon bilan bitib ketadi. Buning uchun sizda zo'r shaxsiy brend bo'lishi kerak. Shaxsiy brendning eng zo'r foydalaridan birisi siz doim, agar doimiy bo'lsangiz, konkurentlaringizdan 10 qadam oldinda yurisiz. Nodir mahsulot sotib turgan bo'lsangiz yoki nechtir kasb egasi bo'lsangiz, mijozlar aynan sizdan kelib oladi. Konkurentingizdan emas, sizdan kelib oladi. Chunki siz shaxsiy brend quribsiz, tabiiyki 10 qadam oldinda bo'lasiz. Har doim konkurent bilan to'g'ri kelganda sizning shaxsiy brendingiz katta kuch aylanadi va mijozlar aynan sizni tanlab boshlaydi. Juda ham muhim joyi shu. Chunki hozirgi kunda konkurensiya juda ham kuchayib ketgan.
Polibom sizin ham konkurentingiz bor Instagramda, hozir basma-basakini ketib yotganman. Shuning uchun shaxsiy brendning eng katta foydalaridan birisi bu, siz raqobatchilaringizdan ancha oldinda yurgan bo'lasiz. Endi sizga maxsus taklifim aytacakman. Agar videoni sho'rnacha ko'rgan bo'lsangiz, demak bu taklifim sizni qiziqtirishi aniq. Aynan yuqorida sanab o'tgan foydalarni olishni xohlasangiz, samarali, daromadli, reputatsion shaxsiy brend qurishni xohlasangiz, daromadingizni o'stirishni xohlasangiz, Instagramda o'z o'rningizni topishni xohlasangiz, umuman hayotingizni o'zgartirishni xohlasangiz, bizani maxsus shaxsiy brend mentorlik kursini sizni taklif qilaman. Nechik dars o'tishimni, chat tushuntirishimni ko'rdingizlar. Bizning darslarimiz ham amaliy, ham nazariy bo'ladi. Asosan biznes va kasb egalariga qaratilgan bo'ladi. Shu vaqtgacha bizda o'zi 6 guruhni o'qib tamom etdi. Hozir 7-guruhga nabor boshlangan va biza faqatgina har 2 oydagina guruhni ochamiz. Bu video qachon aldingizdan chiqdi bilmayman. Ina Instagram yoki Telegramga aloqaga chiqsangizlar, kursimiz haqida yana ham batafsil ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Bir narsani aytaman, kurs o'qigandan keyin inshaalloh agar aytganlarimiz aytsangiz, hayotingiz ham, Instagramingiz ham butunlay o'zgaradi va siz yaxshi daromad topishni boshlaysiz. Garantiyamiz shuki, kursdan keyin sizga kursimiz yoqmasa, sizga pulingizni 100% qaytarib beramiz. Keyingi foydali videolarimda uchrashguncha hammangiz Alloh omonatda sog' bo'linglar.